Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Muhammadbek Baxtiyorov kanalining aziz obunachilari. 2026-yil 9-avgust sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan Karvon mol bozorimizni tepa holatdan ko'rinishi yurtdoshlar. O'zbekiston atalmish ona vatanimizni osmonida har doim quyoshlar porlab tursin, tinchligimiz abadiy bo'lsin degan yurtdoshlarimiz layklarni bitta bosib qo'yasiz. Videoni boshidan narx-navolar bilan tanishtirishni boshladik hurmatli do'stlar. Mana bu yerda sog'liq qo'ylar chiqibdi hurmatli do'stlar. Sog'liq qo'ylar. Nech pul aka sog'liq qo'ylar? Sog'liq aka 9 dan aka, ko'ring aka. O'tayotgan joyi bormi aka? 8 yana O'zbekiston bo'yicha dastlabki. 8,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha mashinalarimiz bor. Etib beramiz deyapti akamiz. Mana o'zimiz akamiz ko'rsatib ham qo'yaman. Mana sog'liq qo'ylardi. 4 to'qli soq. Qarshi Karvon mol bozoridan videolarimiz davom etyapti. Layklarni bosib qo'ying hurmatli do'stlar. Mana bu yoqda ham sog'liq qo'ylarni zo'ri chiqibdi. Ukamiz ushlab turibdi ekan. Nech pul bo'lyapti ukajon? 7 milliondan deyapman aka. 7 million so'mdan. O'tayotgan joyi bormi? 6,5 million so'mdan aytyapti ukamiz. Mana hurmatli do'stlar, ana shunaqa sog'liq qo'ylar. Yoshlari qanday ukajon? Yoshlari aka tusoq chori tutdi. Savdosi bersin ukajon. Bir chekkadan videolarimizni qilib ketaveramiz hurmatli do'stlar. Mana bu yoqda ham qo'ylarni, sog'liq qo'ylarni zo'rlari chiqqan. Hurmatli do'stlar, sog'liq sezoni ham boshlandi. Ana sog'liq sezonda sog'liq qo'ylarni ko'proq ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Nech pul akajon? Aka bularni bir joyga olsangiz 7 million. 7 million so'mdan. Sog'liq qo'ylarning holati. O'tayotgan joyingizda ham ayting. O'tayotgan joyim aka o'tib xayr sunnati qilib o'tib beraman. 7,5 million so'mdan aytib turibsiz, ha? 7,5 dan deyapman, 7 dan dedim. Yana 100 ming o'tib beraman. 7 million so'mdan yana 100 ming o'tib beraman deyapti. Hurmatli do'stlar, mana Qarshi Karvon mol bozorini narx-navolari bilan tanishib qo'yaverasizlar. Savdosi bersin aka. Hurmatli do'stlar, mana bir chekkadan bozor qalin, qo'ylar zo'r kirgan. Mazza qilib videolarni ko'rib, layklarni bosib qo'yaverasizlar. Assalomu alaykum aka. Nech pul bo'lyapti qo'ylar? Qo'ylar nech pul bo'lyapti aka? Mana tishlarini ko'rsatyapti akamiz. Qo'ylar. Nech pul bo'lyapti qo'ylar? Bir joyda 8,5 million so'mdan bo'lyapti ekan mana bir joyda. Hurmatli do'stlar, mana shu akamiz. O'tayotgan joyingizda ham ayting aka. Kami bor, kelishtirib beraman. Qancha o'tib berasiz? 76 dan bo'lyapti bir joyda, bo'lmayapti. 7 million 600 dan, ha? Mana sog'liq qo'ylarning holati, katta vilkan sog'liq qo'ylar. Hurmatli do'stlar, Qarshi Karvon mol bozorida narx-navolar bilan mazza qilib tanishib qo'yaverasizlar. Hurmatli do'stlar, mana yoshlarni ham ko'rsatyapti akamiz. Mana qo'ylar. Hurmatli do'stlar, xaridorlarimiz ham mazza qilib olishaveradi. Mana qalin xaridorlar ham ko'p. Sotuvchi aka-ukalarimiz ham ko'p. Hurmatli do'stlar, nech pul bo'lyapti? Assalomu alaykum. Ishlaringiz zo'rmi? Qanchadan ekan sog'liq qo'ylarimiz? Bular 7 milliondan bir joyga aka. 7 million so'mdan sog'liq qo'ylar. O'tayotgan joyingiz ham bormi? Yo 7 millionda o'zimi? 7 millionda o'zimi? 7 milliondan kami bor. Bir joyga olgan. 7 million so'mdan kami bor. Mana sog'liq qo'ylardi. Qarshi Karvon mol bozoridan. Bozoringizni bersin ukajon. Hurmatli do'stlar, bir chekkadan videolarimizni davom ettiramiz Muhammadbek Baxtiyorov kanali. Hurmatli do'stlar, mana bir chekkadan videolarimizni davom ettiramiz. Mana bu yerda ham sog'liq qo'ylarni zo'rini chiqaribdi akamiz mana. Qanchadan bo'lyapti aka? Qanchadan bo'lyapti aka qo'ylaringiz? Yaxshilab ko'rsatib qo'yay hurmatli do'stlar mana. 7,5 million so'mdan kami bor, ha aka? O'tib berayotgan joyingizda ham ayting. Qiziqda yurtdoshlar. 300 ming, 7,5 dan o'tib beraman deyapti akamiz. Hurmatli do'stlar, mana sog'liq qo'ylarni sifatlisi. Mazza qilib narxlar bilan tanishib qo'yaverasizlar. Savdosi bersin aka. Hurmatli do'stlar,
videolarimizni davom ettiramiz. Videodan uzoqlashmasdan, layklarni bosib, o'tkazmasdan ko'rasizlar. Mana qo'zilarni ham ko'rsataman. Qo'zilarni sifatlisini, chiroylisini, tikka dummasini, oyna dummasini ko'rsatib qo'yaman. Nech puldan bo'lyapti ukajon qo'zilar? Nech puldan bo'lyapti ukajon? 4,5 million. 3,5 million uzr. Videoda har xil kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. 3,5 million so'mdan bo'lyapti ekan. O'tayotgan joyingizni ham ayting. 100 ming o'tasiz, ha? 100 ming o'taman deyapti ukamiz. Mana qo'zilarni bir ko'rsatib qo'yay, hurmatli do'stlar, mana 3,5 milliondan 100 ming o'taman dedi ukamiz. Savdoyingizni bersin ukajon. Bir chekkadan yana mana qo'zilarni zo'rini, tayyorini boqishga tayyor variantlaridan ko'rsatib o'tamiz, hurmatli do'stlar. Junlari olingan, boqishga tayyor varianti nech pul bo'lyapti akajon? 4,5 milliondan kami bor, ha? Bo'layotgan bahosini ayting, sotilish bahosini. Qiziq yurtdoshlarga. Bir joyda 3,5 million so'mdan bermadingiz, ha, shu qo'chqorlarni. Mana junlari olingan, boqishga tayyor, hurmatli do'stlar. Mazza qilib, narxlar bilan tanishib, videolarni ko'raverasizlar. Like bosib, hurmatli do'stlar. Ana bir chekkadan kattaroq qo'zi qo'chqorlarimizni ham ko'rsataman. Mana bu yerda chiqibdi sifatlisi qo'zi qo'chqorlarimizni. Hurmatli do'stlar, nech pul bo'lyapti ekan qo'zi qo'chqorlar? 5,5 million so'mdan mana qo'zi qo'chqor sifatlisi do'stlar. Semizlar. Bozoringizni bersin. Hurmatli do'stlar, videodan uzoqlashmasdan layklarni bosib ko'rasizlar. Mana sifatli qo'zilarni birin-ketin ko'rsataveramiz. Nech puldan bo'lyapti akajon? 6 million so'mdan. Mana qo'zini oyoqlariga, dumma holatlariga, kalla garbonoslariga qarab tomosha qilaverasizlar. Sifatli qo'zilar. Nech pul dedingiz aka? Rasmi yo'qmi? Nech pul dedingiz qo'zini? 6 million so'mdan mana. Nima bular? Qo'zilarda holati. 5 ta. Bozoringizni bersin, ukajon, bozoringizni bersin. 5 million 200 dan. Hurmatli do'stlar, bu yoqda kichik qo'zilar ham bor ekan. Kichik qo'zilarni ham narxini aytib o'taylik. Nech puldan bo'lyapti akajon? 3 milliondan bo'ladi aka qo'zi. 3 million so'mdan, ha? Mana qo'zilar, seviji qo'zilar 3 million so'mdan. Faqat qimmatini ko'rsatdingiz aka demak, mana 3 millionlik qo'zilar ham bor. Hurmatli do'stlar, bozoringizni bersin aka. Hurmatli do'stlar, bir chekkadan videolarimiz davom etadi. Mana to'qli qo'zichalar. Assalomu alaykum aka. Nech pul bo'lyapti? Urg'och to'qli qo'zilar. Narxi. Necha million? 4 million so'mdan urg'och to'qli qo'zilar mana. Qo'y qilaman degan aka-ukalarimiz uchun. Hurmatli do'stlar, urg'ochsidan 4 milliondan o'tayotgan joyingizdan bor, ha? Kami. O'tayotgan joyim ham bor deyapti. Hurmatli do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'raverasizlar. Hurmatli do'stlar, mana qo'zilarni zo'rlari, shiralari, o'darlari chiqibdi mana Qarshi karvon mol bozorida. Nech puldan aka? 37 dan baqa. 37 dan baho qo'yib turibsiz. 3,5 bo'lsa beraveramiz. 3,5 million so'mdan beraverasiz. Qayerda qo'zilar, tova? Suvombor. Qayerda? Balandroq gapiravering. Suvombor Pachkamarda. Suvombor Pachkamarda qo'zilari mana hurmatli do'stlar. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri karvon mol bozoridan videolarimiz davom etadi. Bozoringizni bersin. Mana bu yerda bir chekkadan videolarimizni davom ettiramiz. Qo'zilarni chiroylisi, sifatlisi kelibdi mana Qarshi karvon mol bozorida. Hurmatli do'stlar, mana bu yerda ukamiz qo'zichani ushlab o'tiribdi mana ukamiz. Mana. Hurmatli do'stlar, videolarni o'tkazmasdan ko'rasiz. Nech puldan bo'lyapti qo'zilaringiz aka? O'zini ayting Narxi. 2 million 800 ming so'mdan, ha? 2 million 800 ming so'mdan mana Qarshi karvon mol bozorida qo'zichalarni simjunlari, chiroylisi. Hurmatli do'stlar, kelajagi boridan ko'rsatyapmiz. Bozoringizni bersin akajon. Bir chekkadan videolarimizni davom ettiramiz. Hurmatli do'stlar, bozorimiz qalin kirgan, oluvchilar ham ko'p,
sotuvchi aka-ukalarimiz ham ko'p bozorda. Hurmatli do'stlar, videoni o'tkazmasdan layklarni bosib ko'rsangiz, muntazam mana shunday bozorlarda narxini yoritib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka. Aka zo'rmi? Nech pul bo'lyapti qo'zilari? 3,5 dan deyapmiz aka. 3,5 million so'mdan aytib turibsiz, ha? Kami bor. Kami bor deyapti akamiz. 3,5 million so'mdan aytib turibdi shunaqa qo'zilarni. Hurmatli do'stlar, hissori simjun qo'zilar. Kami bor deyapti, bozoringizni bersin aka. Rahmat aka. Mana shu bir chekkadan videolarimizni davom ettiramiz. Katta qo'chqorlarni ham ko'rsatib qo'yaylik, hurmatli do'stlar, mana. Ko'proq to'da joylardan ko'rishda, hurmatli do'stlar, mana katta boqishga tayyor variantidan. Nech pul bo'lyapti? Savdo ham bo'lyapti mana akalar. 4 million 200 dan sotildi 20 ta. 4 million 200 dan 20 ta sotilibdi. Mana shunday qo'chqorlar Qarshi karvon mol bozorida. Hurmatli do'stlar, mana videolarni like bosib, podelilsa qilib oshna-og'aynilar Telegram kanallarida ko'raverasizlar. Mana akamiz bu yerda ikkita zo'r qo'chqor ushlab turibdi ekan. Mana qo'chqorni ko'ring mana. Hurmatli do'stlar, 5 million nech pul bo'lyapti aka? 10 million so'rayapti aka. Ikkalasini 10 million so'mga so'radi, ha, bir joyga. Bozoringizni bersin aka. Hurmatli do'stlar, videolarni o'tkazmasdan ko'ramiz. Mana qalin kirgan, katta qo'chqorlarni sotilayotgan joyga ham kelyapman. Hurmatli do'stlar, mana katta qo'chqorlar bog'langan turibdi. Mana bu yerda sifatlilari, simjunlari, kashtanlari, oyoqlari cho'ziq, dummalari ham kelishgan qo'chqorlar. Nasl qo'chqorlar qatoriga keldim. Nech puldan bo'lyapti ekan? Qo'chqorlar nech puldan? 13-14 million so'mdan aytyapsiz, ha? Sotish bahosi ham ayting, qiziqda. Kelishamiz aka. Kelishasiz, ha? Bozoringizni bersin. Hurmatli do'stlar, videoni o'tkazmasdan ko'ramiz. Mana bu yerda kattaroq nasl qo'chqorlarimiz ham chiqibdi. Bir mazza qilib, tomosha qilib, ko'zni quvnatib tomosha qilayotgan qo'chqorlar ham chiqibdi bozorga. Qarshi karvon mol bozorida. Hurmatli do'stlar, mana nech puldan bo'lyapti ekan aka? Nech puldan bo'lyapti aka qo'zi qo'chqorlaringizmi? Endi shishaymi bu? Nech puldan? Shishay qo'chqorlar nech puldan? 12 million so'mdan, ha? Bular 20 million. Mana bu tomoni kattaroqlari 20 milliondan nasl qo'chqorlarni sifatiga qarab. Bu mana bundan buyoqi 12 million so'mdan. Hurmatli do'stlar, mana shu ukamiz doim mana shu nasl qo'chqorni zo'ri bilan, sifatlisi bilan shug'ullanadi. Mana shu ukamiz. O'tgan safar ham ko'rsatdim shu ukamizni qo'chqorlarini mana. Nech pul? Ko'rsating. Nech pul? Sariq qo'chqorlar bor ekan mana, sariq 20 million deyapsiz, o'tib beramiz. 20 million so'm deyapsiz, o'tib berasiz. Sariq qo'chqor mana. Hurmatli do'stlar, mazza qilib videolarni ko'rib, layklarni bosib, oshna-og'aynilarni Telegram guruhlariga podelilsa qilib qo'ysangiz, poddesha qilib, muntazam shunaqa videolarni chiqarib berishga, narxlarni aniq joydan ko'rsatishga harakat qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana qo'chqorni zo'rini ushlab turibdi ekan. Sifatlisi, har tomonlama originali qo'chqordi. Hurmatli do'stlar, nasl qo'chqorlardi. Shishakmi bular? Shishak, hammasi shishak. Shishak qo'chqorlar mana. Bahosini ayting. 9 million 9,5 qilishyapti. 9 million so'm so'rashyapti, jazman, ha? Bozoringiz bersin aka. Mana 9 million so'm. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. Ha, 91 225 225 3996. 3996 nomerga chiqasizda, aloqaga chiqasiz. Mana shunaqa chiroylisidan, sifatlisidan kerak bo'lgan akalarimizga bozoringizni bersin.